albatta shukronalar keltiraman-da. Shunaqa. Rosayam xursandman lekin. Yorib chiqishni o'rganinglar qizlar. Ramkalar yo'q o'zi aslida. Umuman yo'q. Misol uchun Ramka men yo'q. bilaman, Faqat da hamma o'zi uchun ramka yasab oladi-da, o'zi ramka yo'q. yashang. Ona qornidan boshlanadi Munisaxonim. Ona qornidan. Chunki onamiz kelin. Chunki onamiz otamizni ayoli xotini. Ya'ni o'ziga yarasha shu payt chegarasi, ramkasi bo'ladi. To'g'rimi? Chiqa olishmagan. 9 oy o'shani maza qilib yashaganmiz o'sha qorinda issiqqina, o'sha ramkalarga tiqilib. Shunaqa. O'sha uchun hozir 2000-yildan keyin tug'ilgan insonlar shunaqa zo'r indigo farzandlar, tug'ilgan farzandlar bilasizmi? Misol uchun mana o'zimni eng kichkina qizim 2009-yil. Ikkinchi o'g'lim bilan uchinchi farzandim orasi 11 yil. Endi bo'ldi to'g'masam kerak yurganman, lekin harakat qilganmiz. Lekin 2009-yilda 40 yoshga yaqin tuqqanman qizimni. Shu qizimni qaranglar-da. Shunaqa dono. Etib ham yetkazib ham bo'lmaydi-da buni. O'sha 2000-yildan keyin tug'ilgan har bitta farzand juda dono. Etib qo'ya qoladi. Ularda ramka yo'q. Ular qirolichalardek, qiroldek yashashadi. Ularni urib, urishib, siz ramkangizga tiqib, karmangizga tiqib, yo'q, unda bolada rivoj bo'lmaydi. Bola faqat kasallik bilan sizni o'stirib beradi. Kerak emas bunaqa hayot, to'g'rimi? O'shuning uchun avvalambor o'zimiz nima qilishimiz kerak, rivojlantirishimiz kerak. Oilada ayol kishi rivojlanar ekan, butun avlod, ajdod rivojlanadi. Qaranglar-da, 2 yil yo 3 yil oldin esimda yo'q. Men 3 yildan oshiq ekan, qarang. Mana bu yil tugasa 4 yil bo'ladi. Orzular xaritasi, ya'ni orzular xaritasi ham emas edi. Boshqacha edi. Xullas, marafon ochganman. Menimcha 21 kunlik marafon qilganman-da, qaranglar. Boshlanishga 39 ming qilganman. Keyin juma kunlari aytganman, qaysidir nimadir qilsa sovg'a beraman deganman. Topsholmaganlik, atigi eslab qoling, atigi 19 mingga berganman. Tasavvur qiling, 19 mingga bitta ayol olib birinchilar qatorida oldilar-da o'shalar. Shunaqa yig'lab yozyaptilar. O'sha yerda ham berganman anaqasini, natijalarni tashlaganman. Yig'layaptilar. Men necha yildan beri so'raganman Allohdan, sizni sababchi qildi deyapti, ko'ryapsiz. Ular so'ragan, shuni ham o'zlarini o'ylamaganlar, qaranglar-da. Ota-onalarni so'raganlar. Avlod, ajdod darajasigacha o'zgardi deyaptilar. O'zim o'zgardim. Onam, Alloh pul berdi-da, otalari, akasi, ukasi, ular xotin bola chaqasi bilan oilaviy umraga ketishgan. Yo'q joydan tasavvur qilinglar qizlar. Bir moda bo'lib ketdi-yu, 5 yildan oldin ochildi. 5 yil oldin hamma ketdi-yu, polnis ruxsat berishdi-ku O'zbekiston xalqiga. O'sha payt deylar, yo'q joydan ketishdi, muqaddas yig'ilab, rasm videolarni tashlayaptilar aeroportdan-da. Ko'ryapsiz? Shunaqa astoydil ixlos qilsangiz, Allohga hech narsa emas, sochib tashlaydi. Nima? Shunday. Aytyaptilar-da, arzimagan pulga oldim deyaptilar. Men o'zgardim. Men u joyda shunchaki kollaj emas. O'tachi qadamma-qadam berganman. Mana buni qiling. O'ta yozib chizish emas. Eshitganingiz o'zida rivojlanib ketadi-da. Men shunaqa, men chunki o'zimga qulaylik qilganman-da, oson yengillik bilan. Nimani qilsam, men uni o'tib, men buni 40 kun, 20 yo'q, eshitdingiz, angladingiz, uje yechilib ketdi. Men xohlayman, menda qanday bo'lsa, hammada shundoq bo'lishini. Chunki baribir musulmonmiz, musulmonga birodar. Ya'ni o'zingizga yaxshilik qilsangiz, o'sha kelgan ayolmi, erkak, umuman hamma musulmon birodarlarga yaxshilikni sog'inib berishingiz kerak. Xuddi shunaqa. Qalbingizdan chiqarib albatta sevgi berasizmi, pul berasizmi, boshqa narsa berasizmi, yaxshi muomala qilasizmi? Xuddi shunaqa. Ularga o'sha o'zida aytyaptilar, ko'ryapsiz, birinchi natija. Endi tasavvur qiling, men shuncha seanslar berolman, shuncha nima endi etib ham yetkazib ham bo'lmaydi-da. Rosa ko'p natija olishadi. To'g'ri, bir xil bekitadi, u qiladi, bu qiladi, lekin natija bor. Chunki men bismillah deb, Allohga tavakkal qilib, Alloh sizni bilan shu yerga qo'yib qo'yibdimi, bejizga emas. Demak, meni missiyam shu yerdanmi gapirib, chiroyli holatda menga berilgan kelayotgan ideya, g'oyalar, yo'nalishlar, o'sha yo'nalish beryapti-ku Alloh. O'sha orqali ochilyapti-da hamma.
o'sha ko'rdingiz, oddiy shu 39.000 bo'ladi, 19.000 bo'ladi, sovg'a bo'ladimi, o'shani o'zida yechilib ketyapti. Bittasi ayol, bitta Muhabbatxon manimcha, hattoki aytdilar, o'tgan yili shunaqa menga minnatdor bo'ldilar-da. Mandan ancha yoshdilar. Aksent bilan gapirdilar. Zo'rg'a anaqalarni tushunib oldim. Muqaddasxon dedilarmi, Muqaddas opa. Xullas, otim amalab tushunib oldim. Siz dedilar, anaqa shunchaki o'sha bergan bepul darslaringizni eshitdim. Menga yoqdi. Ozgina qiyinchilik ko'rgan ekanlar. Kanal ochdim dedilar. Rozi bo'ling dedilar. Hamma siz anaqa, chunki men ochib qo'yganman. Mayli kim xohlasangiz eshitsin, boshqasini Alloh roziligi uchun. Menga beryapti Alloh o'sha anaqani ilm, bilim, ideya, g'oya kelyapti. Nima qilaman sotib? Men sotadigan kurslarim bor, kerak bo'lsa seanslar bor. Alhamdulillah, men rivojlanyapman. Farzandim, turmush o'rtog'im hammada bo'lyapti, baraka, to'g'rimi? Asosiysi men to'g'ri yo'ldaman. Buni bemalol dedim. Men roziman dedim. Lekin aytib qo'ying, mana shunaqa mashqdan oldim, ishlatinglar. Shunaqa deyaptilar, har bitta kelgan inson deylar 400 ta o'sha payt qarang mana 1 yil oldin, agar 2 yil bo'lmasa, esimda yo'q. O'sha Muhabbatxon shunaqa qilibdilar, aytyapman. 400 tadan oshdi deylar. Shunaqa men boy bo'ldim, natijalar olishyapti. Sizni roziligingiz bilan avvalambor Alloh izni bilan deyapti. O'sha mandagi olgan postlar bo'ladimi, mendan olgan o'sha seanslar bo'ladi, mendan eshitgan o'sha audio videolarni ko'rasiz, men rivojlandim deyaptilar. Meni orqamdan kelgan insonlarga tashlayapman, ular qo'shilib bir-birini chaqib rivojlanyapti deyaptilar. Ko'ryapsiz-a? O'shuning uchun shunaqa qilamanki, harakatingizni qiling. Pullimi, bepulmi? Albatta, kanal ochgingiz kelyaptimi, sami себе psixolog bo'lasizmi, qarindosh urug'ingizmi, bemalol foydalaning. Undan keyin yig'lab yana bitta telefon qildilar. Shu darajaga keldim deydilar. Qizim yo'q joydan rivojlanib deyaptilar. Mashina oldi deyaptilar. Ko'ryapsizlar qizlar? Mashina oldi deyaptilar. Uy joy oldik deyaptilar. O'zlari hattoki video ko'rsatdilar. 2-3 marta ular bilan живой gaplashdik anaqada, lichkada videolarni ochdilar. Mana men uy joy, mana menga Alloh pul beryapti. Avvalambor siz sabab, Alloh izni bilan deydilar. Eng qimmat, eng yaxshi anaqa качественный mahsulotlardan qilingan eshigi bo'ladimi, romi bo'ladimi? Qarang, men anaqa qilyapman deyaptilar. Ayol boshi bilan, eri yo'q. Qizlar qizi qaytib kelgan, invalid nabirani boqadilar. Tasavvur qiling. Shu darajada ayol matonatli. U harakat qilyaptimi? Demak, hammada o'xshaydi qizlar. O'shuning uchun shunchaki har doim aytaman, keldimi sizga g'oya, ideya, shunda qo'lingizni musht qiling, men eplay olmayman. Men uddala olmayman, men qila olmayman. Alloh avvalambor bismillah deb, Allohga tavakkal qilib, Alloh senga tavakkal qilaman, sen o'zing xayrli qilib ber shu ishimni. Shunaqa mo'jizasini sochib tashlaydi. Qatta auzubillahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim deb ish boshlang, shunaqa yo'lingizni ochib tashlaydi, shunaqa imkoniyatlarni ochib tashlaydi, qulay sharoitlar, shunaqa yo'llar ochiladi. Buni aytib ham yetib ham bo'lmaydi. Allohdan so'rasangiz hayo qiladi. Bandam so'rab beraman degan va'dasi bor. So'rang, so'rayapsizlar, beradi. Shu paytgacha avvalambor menda o'xshadi, ustozlarimda o'xshadi, shu paytgacha shogirdlarimda o'xshadi qizlar. O'xshaydi. Shunchaki Alloh roziligi uchun qiling, kibr, ego, mo'malikka kirib ketmang. Shunchaki kamtar, sodda dil bo'lib mazza qilib yashang. Tamom. Bundan rohat olib, rohatlanib, lazzatlanishni, quvonchda hayotingizni mazmunli yashashga yetib ham yetkazib ham bo'lmaydi. O'shuning uchun hamma narsa o'zimizga bog'liq qizlarjonlar.